Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Colby Covington Islom Makhachev chempionlik kamari uchun munosib da'vogarni aytdi. Hozirroq mavjud jangchilarni hisobga olsak, menimcha Michael Morales Islom uchun eng yaxshi variant. U mag'lubiyatsiz jangchi, Ekvadordan. UFC uchun bu bozor qiziq, ularga Janubiy Amerika kerak. Michael ko'pchilik raqiblarini nokaut qilmoqda. U juda yorqin jangchi. Unda xarizma bor. Garchi ba'zida g'alati gaplarni aytsa ham, men bilamanki, Morales turli g'alati ishlar ham qiladi. Ko'chada ko'ylak kiyib raqsga tushadi. Bu menga yoqmaydi. Menimcha yoshlar uchun bunday namuna ko'rsatish kerak emas. Erkak bo'la turib, ko'ylakda raqsga tushish kerak emas. Ammo shu narsalarni hisobga olmasak, Michael eng munosib da'vogar. Men uni Makhachevga qarshi chempionlik jang uchun oktagonda ko'rishni istardim, deya aytib o'tdi Colby Covington do'stlar. Hozirda Islom Makhachevga kim munosib raqib hisoblanadi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Asosiy xabarlardan biri. Insider Rubin Carterning ma'lum qilishicha, Islom Makhachev navbatdagi jangini Lan Mechada Gariga qarshi o'tkazishi mumkin. Manbaga ko'ra, ushbu menga jang 30-may kuni bo'lib o'tadigan UFC 329 turnirida tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Agar bu jang rasman tasdiqlansa, yengil vazn chempioni Islom Makhachev uchun bu juda qiziqarli sinov bo'ladi. Chunki Lan Mechada Gari hozirda UFC'dagi eng tez ko'tarilayotgan va eng xavfli striker jangchilardan biri hisoblanadi. Makhachev va Gari, sizningcha bu jangda kim g'alaba qozonadi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Asosiy xabarga ham yetib keldik do'stlar. Dana White UFC'ning yuzi haqidagi savolga javob berdi. UFC prezidenti Dana White hozirgi paytda tashkilotning yuzi deb hisoblaydigan jangchilar nomini sanab o'tdi. UFC'ning yuzi kim? Alex Pereira, liganing juda katta yulduzi. Ilia Topuria, shuningdek Jon Jones hali ham tarixdagi eng yaxshisi va boshqa yulduzlari yo'q, deb aytdi Dana White do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Islom Makhachev 4 yildan beri pound for pound reytingida birinchi o'rinda turadi. Lekin Dana White Islom Makhachevni tilga ham olmadi. Siz o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. UFC yulduzi, yuzi qaysi jangchi hisoblanadi?